Alo, buncha telefon qilaverasan. Boraman-da shu. Ya jonim yig'ishtirib beraman. Ibi. Hech qisi yo'q, shu yordam bersangiz bo'ldi. Ibi, xatmi? Ushbu pullarning egasining ko'zi ojiz. Unga otalik mehri juda zarur. Bu mukofotni farzandingiz 27 yoshga to'lgandan so'ng olasiz. Bacham, nechiga kirding? 26 ga. Aynan, men seni 26 yil kutdim, bacham. Dada, qayerdasiz? Sherdaman, yoningdaman balam. Nasib bo'lsa 27 ga kirganingdan keyin shunaqa dang'illama to'y qilamiz. Hammani og'zi ochilib qoladi. To'xta balam. O'g'lim, senga mana hassani endi umuman keragi yo'q. Men senga hassaman. Yur, uyda enang kutyapti. Nima sizga mahkam filan o'ylasizmi? To'g'ri kelgan odam uyga yetaklab kelaverasiz. Dada, kim bu? Bu dada ham deyapti-ku. Tushunmadim. O'zi yurish turishida o'zgarib qolganingizni biluvdim. Qaysi svetadan bo'lgan bu sariq pishagingiz? Senga kallar yoqaydi-ku. Menga kalpanlar yoqmaydi. Men senga kallar yoqadi deyapman. Aylanay sariq pishak bolamdan otasini kisra kopiyasi. Olman tagiga olma tushyapti, xotinjon. Tashqari turmaylik, uyga kiraylik. Ketdik. O'lim, 27 yoshga to'lganingda Dubayda to'yday qilib nishonlaymiz. Menga seni pullaring vobshim kerak emas. Seni topganimda o'zi bir boylik, to'g'rimi onasi? To'g'ri dadajonisi. O'g'irlik degan kechqurun bo'lmaydimi? Uningga nima farqi bor? Kechasimi, kunduzkuni har qanday yuraver. O'zimiz o'g'irlikka tushamiz. O'g'ling so'rasa, uyga o'g'ri tushibdi deb aytasan. Xullas, tir operatsiyasini boshlaymiz. Okay, let's go. Bulan qayerdan ko'rgansiz? Kinolarda ko'rganman. Mana unda to'xta, arqamdan yur, ketdik. Xullas, Hamsiyani uyini aylanib o'tib, darchadan kiraman va senga darvozani ochaman. Uyda darcha borligini qayerdan bilasiz? Tovuq miya, o'zimizda uyimiz-ku. Unday bo'lsa, darvozadan kirsak bo'lmaydimi? Ko'p gapirma, kir. Alo, bandman, keyin o'zim telefon qilaman. Yo, shuncha qilganimni ko'tingga tiqding. Dada, sizmi? Ayyoram biyo, diltoram biyo, dil mayli ku savsavoram biyo. Aspada shonimi, muhito punimi. Dadasi, Allohning yorasi. Kanishda. Xotin, qani sariq pishaging? Baqirmang, o'g'li uxlayapti. Nima? Meni urug'imda tuxumni sarig'i bo'lmagan. Seni o'g'ling u sharmanda qildi. Navoiy City qoq markazida qurilayotgan Anor Residence loyihasidan uy olaman deb boruvdim. Shu yilda oxirigacha tayyor ta'mirlangan holda topshirilgan ekan. Agar 100% to'lov qilsang, har bir metr kvadratidan kompaniya 1 million so'mdan chegirmaqa berar ekan. Endi pulni to'layman desam, buningda pullari falshivka ekan-ku. Uyda qanday olis bo'lmasa? Boshlang'ich to'lovsiz ham xarid qilsa bo'lar ekan, между прочим. Sariq pishak. O'g'lim, 27 yoshga kirganingizda dang'illama to'y qilamiz dedik. Pullaringiz falshivka ekan-ku. Yo'q, dada, bo'lishi mumkin emas. Mana ko'ring. Spektakl tugadi. Hafizullo omon. Ulug'bek Qodirov bo'ling dadasi. Ko'pgina ko'rganman-da, inasi yig'ishtir mana ular, o'choqqa yo'q. Anor, baby boy.